aldığınız gibi bu güzel manzara Bulungöl, Arkus'taki Akkum Dağı. Bugün 5. ayının 13. günü biz Nahmaydan görüşüş kılıvattımız. Pamir egizligi bizlar emas butun dunyo sayohat havaskorlari intildigan joy. Xuddi sizni bilan birib qo'ygan rasmgul o'xshash bu go'zal ko'l 5A darajalik sayohat manzarali Oqqum ko'li. O'rni Toshqo'rg'on noyisiga mangdigan yo'l ustida. Oldingi videoda nurg'un do'stlar Toshqo'rg'onga berish uchun qanday rasmiyatlarni bijirimiz deb so'rabsizlar. Bugun hammasiga bir-birlab javob beray. Amal var o'zinglar turishlik o'rnining shahar yoki viloyatlik mulozimat zaldagi chegara yurish kinishkisi bijirish ko'zligini bijirsanglar bo'ldi. Qashqarga kelib bijirishni o'ylashgan do'stlar Qashqar shahar ichidagi xalq qulaylik mulozimat o'rnini bijirsanglar bo'ldi. Balkim rasmiyat avorchilik, chegara rayon cheklimiji, sharoit nachar, oksigen yetishmay salomatligim yer bermaydi deb o'ylashinglar mumkin. Yo'l yurish kinishkimizla bo'lsa, sayohatchilar uchun Toshqo'rg'on noyisidagi saqchi yo'ldoshlar xizmatchi xodimlar sayohat qilishimizni qizg'in qarshi oldi. Tamaq yataq sharoitimi intayin yaxshi, kunammaslikdan ansirmasanglarim bo'ldi. Diqqat qiladigan ishlar, amal bor qalin kiyim ilishni unutmanglar. Mashinaga tog' yo'l bo'lganlik uchun ko'chaq so'raydigan uzun yo'l yurishga mos keladigan mashina haydashni tashabbus qilaman. Agar mashina haydashni va rasmiyat bujirishni avajsiz ko'rsangiz, sayohat kooperativlari tizimlab sayohat qilishni tanlasangiz bo'ldi. Toshqo'rg'on sayohatimni davomli sizlar bilan bahirlab turman. Yoqtirgan do'stlar yurak berib qo'shilishni unutmanglar.